Hop, shu birinchi savolimiz. 41 gram natriy atsetatdan qancha mol metan olish mumkin debdi. Duma sintezi, duma reaksiyasi yordamida metan olamiz. Karbon kislotani tuzlari va karbon kislotalari o'ziga ishqor ta'sir ettiramiz. Natriy atsetat deyapti. Natriy atsetatni yozib olamiz. Hop, unga ishqor natriy gidroksid ta'sir ettiramiz metan olish uchun. Jarayon qanaqa bo'ladi? Karboksil guruh tarkibidagi natriy bilan birgalikda mana bu qismdan natriy karbonat hosil bo'ladi. Agar karbon kislotani o'zi bo'lganda nordon tuz hosil bo'ladi. Natriy gidrokarbonatimiz bu qismida metil radikaliga vodorod birikib metanni hosil qiladi va o'rta tuzimiz natriy karbonat hosil bo'ladi. Reaksiyamiz teng, hammasi birga bir nisbatda. 41 gram natriy atsetatdan qancha mol metan olish mumkin? Sal uzun bo'lib ketdi. Qancha mol metan olish mumkin? Massasini hisoblasak 82 gram. Metanning molini 1 mol. Xo'p, qaraymiz, 2 barobar kichik. 2 barobar kichik bo'lsa, 1 moldan 2 barobar kichigi 0.5 mol kelib chiqadi. Javobimiz D varianti.